Xorazm 1000 yillik tarixga ega aziz go'sha, muqaddas diyor. Qadimiy va navqiron vohada yagona yuridik texnikum. Xorazm viloyati yuridik texnikumida yurisprudensiya yo'nalishining davlat huquqiy faoliyat, yuridik xizmat hamda sud huquqiy faoliyat yo'nalishlari bo'yicha kunduzgi va sirtqi ta'lim shaklida mutaxassislar tayyorlanadi. Yuridik texnikumni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar o'z sohasiga mos bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga kirish imtihonlarisiz yakka tartibdagi suhbat orqali ta'lim muassasalarining ikkinchi bosqichidan o'qishini davom ettirish huquqiga ega bo'ladilar. Yuridik ta'lim va 100 ga yaqin yo'nalish. Aynan 100 ga yaqin yuridik tizim yo'nalishida faoliyat yuritish imkoniyati. Bularning barchasi Xorazm viloyati yuridik texnikumida. Axir bu Xorazm diyori.